Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kommentariyada ko'plab obunachilarimiz yozib qoldirishdi. Azizxon avtosalonga kelib turib bir mashina narxlarini ko'rsatib o'ting. 2021-yilda o'zgarishlar bo'ldi avtosalonda. Конечно, do'stlar. Salondan olib minaman degan insonlar bor, marhamat. Chunki hozirgi kunda avtosalonda hech qanday unaqangi ochilish yo'q. Damas avtomashina narxlariga to'liq o'qib turib akalar yarim soat ichida men chiqib ketishim mumkin bo'ladi. Pulini naqdlansanglar bo'ldi. Yo'g'i muammosi yo'q. Bundan tashqari do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, 2021-yilda avtosalondan mashina sotib olganingizdan so'ng bu yerda ko'rsatib o'ting. 10 ta Nexia 3 dan bittasini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Avtosalondan mashina sotib olsangiz bo'ldi, o'zi siz to'g'ridan-to'g'ri o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Shunday. Yana ma'lumot do'stlar, ma'lumot berib o'taman. Avtosalondan mashina olganingizdan keyin yo'l fondiga bilsanglar 3,5 million so'm yana to'lov qilishingiz kerak edi. Hozirgi kunga kelib turib, bu to'lovlar yo'qolgan hammasi. Hech qanday to'lov qilmaysizlar, faqat do'stlar, avtosalonga kelib turib to'langan summani qanday avtomashina olsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha o'sha любойni, qimmatli va arzonli hammasini olmoqchi bo'lsangiz, olasiz, nomingizga rasmiylashtirasiz, bo'ldi. Hech qanaqa 3,5 million so'm to'lov qilmaysiz, bemalol ketishingiz mumkin. Damas avtomashinasi ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana egasini kutib turibdi. Kimingni kelsanglar bo'ldi, nomingizga sразу oformlanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. Aksiyada ishtirok etish shartlarini tushuntirib o'tdim. Bundan tashqari Damas avtomobilni hozir sizlarga narxini aytib o'taman. Keyin o'ring yo'q. 2021-yil. O'zi bu 2020-yildan 2019-ga Damas avtomobillar chiqishga boshladi. Hozirgi kunda passajirning Damas avtomobil narxi mana ekan, 78,283 ming so'm. Bu 100% to'lov. 85% to'lov amalga oshirishingiz mumkin. 66,540 ming so'mni to'lab, qolganini avtomashina salondan chiqqandan so'ng xarid qilib ketishingiz mumkin. 5 yildan beri aholining ishonchini oqlab kelayotgan Sof Savdoru internet do'koni sizning xizmatingizda. Hijoma payg'ambarimizdan qolgan sunnat amallardan biridir. Hijoma qildirmoqchi bo'lganlar Sof Savdoru internet do'koni bilan bog'laning. Barcha kasalliklarga davo bo'lgan Al-Hadaya qora seda namoyi mahsulotini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Protein, gainer, aminokislotalar kabi mahsulotlarni ham ushbu do'kondan topishingiz mumkin. Oq dog'lar, psoriaz kasalliklari sizni bezovta qilyaptimi? Sochingiz va soqolingizni o'stirmoqchimisiz? Bir oyda 10 kilogramgacha ozmoqchi yoki semirmoqchimisiz? Unda siz Sof Savdoru internet do'koniga bog'lang. Avtosalon do'stlar, endi Namanganda avtosalonlarimiz juda ham ko'p. Men o'zim ham xuddi mana shu avtosalondan o'zimni Nexia uchun olib chiqib ketganman. Ishonchli avtosalon, kelsanglar, xudo xohlasa, sizlarga ham chiroyli qilib chiqazib berib ketishadi. Telefon raqamlar mana ko'rayotganmisiz? Ekranda yozib qoldiraman, bemalol ekrandagi telefon raqamiga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Birgalikda avtosalonimizga kiramiz. Bu yerda Nexia, Spark, Trailblazer avtomashinalarni ham narxini berishga harakat qilamiz. Bismillah. Salonni chekildik bizga ko'rayotganimizda, Nexia avtomobilni ko'plar Spark avtomobillarini hozirda avtosalonga kelib turib, ko'rsatilgan o'sha ish bir oydan 3 oygacha vaqt oralig'ida olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, Nexia avtomobili avtomat korobka, juda ham komfort avtomobil. Avtomat korobkasini hozir narxini aytib o'taman sizlarga. 4-paysa Bristol Elegant Plus 140,25 ming so'm tashkil qiladi. 85% to'lovimiz esa do'stlar 92,671 ming so'm. Shunday. Bosqichda to'lov qilishingiz mumkin. Avtomat korobka, ya'ni mexanik korobka avtomobillarga to'lov mavjud. Shartnoma mavjud. Mashinalar salonida ko'rsatilgan. Eng luksdan ko'rgan bo'lsangiz, chiroyli chexollari tayyor. Bo'lsini ranglari muammosi yo'q. Istalgan turdagi endi ko'proq hozir hadovoy, chokko, oq, gagga shunaqalarga talab kuch bo'ldi do'stlar, ko'rgan bo'lsangiz. Mexanik korobkasini narxini hozir ma'lumotini berib o'taman. Mexanik korobka avtomobil narxi 87,320 ming so'm. Endi bu yerda 85% to'lovimiz 74,222 ming so'mni tashkil qiladi deb ko'rayotgan bo'lsangiz. Va o'sha Spark so'ragan akalarimizga bir to'la avtosalonni o'zidan sizlarga ma'lumotni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana bu turishdan 4-paysa avtomashina. 80 kilometr yurgan avtomobil, salonlarni ko'rasizlar, avtomat korobka, Lux Elegance Pluso. Bo'yicha avtomashinani narxi
1 minut turunchi politsiyasi narxi o'zingni ham ko'ring, mana ko'zinglar bilan 94 249 ming so'm. 85% to'lov esa 80 million to'laysiz, qolganini avtomashinani pulingizga qo'yib, 1000 dan keyin pul to'laysizlar do'stlar. Buncha shunaqa Damas avtomobillarni chiqayotgan kunini aytdim, muammosi yo'q. Pulingni bo'lsa 15 minutda menga ketaverasiz. Shunaqa gaplar. Yana aytmagan avtomobillarimizdan Cobalt avtomobillari qoldi. Hozir Cobalt avtomobillarini bilib o'tamiz. Ikkinchi paysa avtomat korobkasi narxi to'liq narxi 95 million so'm. 768 ming so'm ham bor endi. Ko'rsizlar. Shunaqa 85% to'lovimiz esa Cobalt avtomobiliga 81 million 402 ming so'mni tashkil qiladi do'stlar. Hozirgi kunda shartnoma mavjud. Avtosalonga kirib avtomat yoki bo'lmasa mexanik korobkalarga to'lov qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Gentrani ham hozir narxini aytib o'tay. Hozirgi kunda avtosalonda yo'q, lekin bir oyda uzoq bilan 10-15 kun yoki bo'lmasa 1 oy, 2 oy, 3 oy ichida polis yetkazib berishadi. Shunaqa. Hop, Gentra. Birinchi paysasini avtomobilning narxi ko'rayotgan bo'lsangiz 114 million 449 ming so'm tashkil qiladi. 85% to'lovimiz esa 97 million so'm. Endi bu yerda Gentra birinchi paysasi plus bor. Ya'ni bilsangiz, dinamik, konditsioner, ABS sistema hammasi bor. Qolaversa, oldindan disiplinasida ABS bor, orqalarida yo'q do'stlar. Shunday, 115 million 602 ming so'm tashkil qiladi avtomobil. 85% to'lovimiz esa 98 million 265 ming so'mni tashkil qiladi. Endi avtomobilga davom degan akalarimizga hozir narxini aytib o'taman. 3-paysa Elegant Plus 138 million 126 ming so'm. Gentra narxi 85% to'lovi esa 117 million 407 ming so'mni tashkil qiladi. Ichkari sal dam bor, tashqariga chiqib qo'yaylik. Shunday olib qo'yasiz. Mana shunaqa gaplar. 3-paysasini turib narx-navolarni aytdim. Endi bu yerda Trailblazer, Equinox, Malibu, ana shunday avtomobillarning narx-navolarini ham aytib o'taymi yoki shart emasmi? Kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ularning ham bir qator narx-navolarni aytib o'taveraman. Puli ko'p akalarimiz ko'p, niyat qilgan akalarimiz ko'p. Kelinglar, salon kelinglar, Malibu yoki bo'lsa Trailblazer avtomobillarini, Equinox avtomobillarini ketishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, Malibu'nikini aytaman, qolganlarnikini aytmayman. Bilasizlar o'zingizlar chunki. Kelib, avtosalonga kelib, bu avtomobillar chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, Malibu avtomobili 1.5 turbo 278 million 322 ming so'm tashkil qiladi. Shunday 85% to'lovimiz 236 million so'mni do'stlar tashkil qiladi. Shunaqa gap. Endi Malibu turbo 2 ob'yomligi bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, turbo 311 million so'm 124 ming so'mni tashkil qiladi. To'liq narxi. Shunaqa. Endi bu yerda 2 turbo bor, do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, bunisi 324 million 450 ming so'mni tashkil qiladi. Shunaqa gap. Kelavering. Yana to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, mana bu yerda ko'rsatilgan telefon raqamlarga qo'yinglarchi. 95 kodi bilan 303 88 33 yoki bo'lmasa 95lik 319 07. Mana shu telefon raqamiga telefon qiling hamda 2021-yilda avtosalondan mashina xarid qilib, ana 10 ta Nexus dan birini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Barchalarga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Aytib o'tdim, Damas avtomashinalarni bir haftadan ichida bemalol minib ketaverishgan. Shunaqa. Xo'p, Damas bu yo'q aka. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan kaminamiz xon bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr salomat.